Assalomu alaykum, Jayda Arkash YouTube kanali hurmatli obunachilari. Bugun obzorimizdagi BMW i3 40L Night Sport avtomobilini olib kelib qo'yganmiz. Mana shunaqa neobishniy ranglarda bo'ladi. To'laqonli elektr avtomobilimiz. Hop, bu probegli hisoblanadi, ya'ni 7000 km probegi bor. Kraskalari absolyutniy top toza deyishyapti. Ya'ni o'zingiz uchun bir qator ko'rsatib tekshirib olsangiz bo'ladi. Avtomobil 79 kilovatli batareya sig'imiga ega, ya'ni ot kuchi hisoblaydigan bo'lsa, adashmasam 230-240 atrofida ot kuchi bo'ladi. 0 dan 100 gacha razgoni 5-6 sekund tashkil qilar ekan. Avtomobil zadniy ведущий bo'ladi, ya'ni orqa o'q tortgan, orqa o'q aylanganning hisobiga avtomobil harakatga keladi. 410 Nm tezlanishga ega avtomobilimiz. Xo'p, avtomobilda yana texnik xarakteristikalari, ya'ni uzunliklarini aytib o'tadigan bo'lsak, 4872 mm avtomobilimizning uzunligi, kengligiga keladigan bo'lsak 1846 mm, balandligiga keladigan bo'lsak 1481 mm, ikkita ballonni o'rtasi, ya'ni kolesniy bazasi 2966 mm bo'ladi. Yerdan uzunligi 145 mm, adashmasam 14,5 cm atrofida bo'ladi. Avtomobilimizda 360 gradusli kamera bor. Bakoylar qora rangda, hamda salon ichki interyeri ham qora rangda bo'ladi. Kojinli salon, o'rindiqlarni o'zini 6 bosqichli ligirovka qilsa bo'lar ekan. Bunisi ruchnoy ligirovka bo'ladi. Sidenalari hamda spinkalari elektronniy ligirovka bo'ladi. 2 bosqichli pamyat sidenasiga ega. Undan tashqari avtomobilda bu tomonda mana ko'rish mumkin, Harman Kardon akustik sistemasi turibdi. Juda ham sifatli, ya'ni muzikalar qo'yganingizda yoki radio eshitganingizda juda ham sifatli kolonkalar hisoblanadi. Avtomobil start stopda zavod bo'ladi. Undan tashqari sport, komfort, eko rejimlari bor ekan. 3 ta rejimda harakatlanar ekan. Bu tomonda o'zini head-up displeylari bor. Harakatlanayotgan paytda o'sha tezliklarni mana bu yoqda o'tirgan odam ko'rib ketishi mumkin. O'zida komplektida mana bunaqa BMW NFC kartalari chiqar ekan. Undan tashqari avtomobilda o'zini pulti ham bor. Pultda ham ochib yopishlar bo'ladi. Bu yoqda kattakon o'sha multimedia sistemasi, konditsioner ligirovkalarini bu yoqdan boshqarish mumkin. Undan tashqari yaxshi tomoni mana bu panoramani salon ichki qismi tomonidan shtorka qo'yilgan. Hozirgi ko'p elektr gibrid avtomobillarda bu shtorkalarni olib tashlashyapti, lekin bunda o'zida zavodskoy bor. Undan tashqari avtomobilda bu tomonda ko'rish mumkin, adaptivniy kruiz kontrollari bor, palasi o'qiydi, znak o'qiydi. Ya'ni bemalol siz palasali yo'lda ketayotgan paytingiz avtomobilda adaptivniy kruiz kontrolini yoqib qo'yib, bemalol harakatlanishingiz mumkin. Avtomobilning narxi 36800 so'rashyapti. Mabodoga telefon qilib ko'rib, sunnatiga gaplashib ko'rsanglar, ya'ni balki sunnatiga ozgina o'tib berishingiz mumkin. Orqa tomonlariga keladigan bo'lsak, ikkinchi qatorlari ham mana juda ham keng. Ikkinchi qatorini o'zidan ham mana bu yerda klimat kontrol ligirovka qiladigan zonasi bor ekan. Bo'yi 180 dan oshiq odamlar o'tiradigan bo'lsa, bemalol o'tirib harakatlanib ketsa bo'lar ekan. Ya'ni spinkaga oyog'i, ya'ni o'sha tizzaligi tegib qolmas ekan. Faqat ikkinchi qatorda aslida 2 kishi harakatlansa bemalol harakatlanishi mumkin deb o'ylayman, chunki mana bu o'rtadagi pol qismi juda ham bo'rtib chiqqani uchun bu o'rtada o'tirgan odam uchun ozgina diskomfort bo'lishi mumkin, lekin 2 kishi o'tiradigan bo'lsa, bemalol uzoq yo'llarda ham bemalol ketishsa bo'ladi. Avtomobilning bagaj hajmi 410 litr. Bizani uyim, joyim deydigan insonlar hamda o'sha bozor o'char yaxshi ko'radigan insonlar uchun juda ham katta bagaj hajmiga ega. Mana bagajlari juda ham katta, keng. Bagajlari ruchnoy ochilib yopilar ekan. Yana narxlarni hamda qo'shimcha qanaqadir savolinglar bo'ladigan bo'lsa, naqd yoki avtokredit bo'yicha savolinglar bo'ladigan bo'lsa, o'sha pastda nomerlar qoldiramiz. Egalarining nomerlarini telefon qilib bemalol qo'shimcha ma'lumotlarni so'rab olsanglar bo'ladi. Avtomobilni qanaqa uslubda xarid qilaman deydiganlar uchun pastda telefon raqamini qoldiramiz, ya'ni o'sha egalarining telefon nomerlarini qoldiramiz. Bemalol telefon qilib to'lov uslublarini so'rab ko'rsanglar bo'ladi. Undan tashqari shu va shunga o'xshash avtomobillarning obzorlari qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozsanglar, maksimalni qo'limizdan kelgancha obzorga olib, obzor qilib berishga harakat qilamiz. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosishinglarni so'rab qolamiz. Shu kanalga podpisatsiya bo'lib qoladigan bo'lsanglar, xudo xolasa, boshqa Xitoy elektromobil hamda gibrid hamda benzinli mashinalarni ham obzorlarini qilib ko'rsatib boramiz. Xato kamchiliklar uchun uzr so'raymiz.